Yaxshimisizlar, sog'misizlar, charchamayapsizlarmi, ishlaring qalay? Xullas men oldingi videolarimda Skibidi Toiletni o'zbek tiliga tarjima qildim va boshqa yana editlar qilib, shortlar qilib chiqdim va bu safar Minecraft haqida video olishga qaror qildim. Mavzuyimiz esa hech qanday modlarsiz bayroqlar esa davlatlar bayrog'ini yasaymiz haqiqiy deb turadi. Versiya 1.20 va 1.21-versiyalarda yasasa bo'ladi. Obuna va laykni esdan chiqarmang. Ko'p cho'zilmasdan men esa videoni boshlaymaslar ungacha layk va obunani bosib qo'yinglar. Unda biz boshladik. Xo'sh, bu qanday modlarsiz bo'ladi? Qanday modsiz? Bu xohlasangiz Java Edition'da, xohlasangiz Bedrock Edition'da yasasangiz bo'ladi. Buning uchun bizga xo'sh, mana bunday narsa kerak bo'ladi va bayroqlar kerak bo'ladi bizga. Keyin esa har xil ranglar. Oq, qora rangli amal. Oq-qora qolay mana sariq, yashil, ko'k, qizil oppan, pushti ranglisi. Xo'sh, mana bo'ldi. Xullas, buni qo'yamiz va ustiga bitta bosamiz. Mana ajoyib g'aroyib narsalar, chizmalar, belgilar. Xullas, biz birinchi qaysi bayroqda yasasak bo'ladi? Qaysi bayroqda? Albatta, birinchi bo'lib O'zbekiston bayrog'ini yasaymiz. Uning uchun birinchi bo'lib mana bu turibdi-ku chiziqli, hamma yo'q chiziq. Mana shuni ustiga bosamiz. Ustiga bossak, mana bu shunday g'oz chiqadi. Keyin bunga qizil rangni qo'yamiz. Mana shu yerga qizilni qo'y. Kechni u pastdan bitta esa bizga bar. Endi oq bayroq bilan joyini almashtirib qo'yamiz va xo'sh, endi mana bunisi turibdi-ku. Mana shuni ustiga bosamiz. Mana. Ustiga bosib turib rang qo'yamiz. Buni emas ekan. Direkt bu emas ekan. Mana shunisi ekan, mana shuni. Hozir qo'yib turib, buni qo'yib turib, hop, yashil emas, ko'kni qo'yamiz. Bas, tayyor bayrog'imizni buni almashtiramiz. Xo'sh. Unga yashil qilib turib, shuni teskarisini qanday mana topib. Mana. Turib shu olsak mana. Mana O'zbekiston bayrog'i shu. O'xshabdimi? Agar o'xshagan bo'lsa like obuna. Xo'sh, endi qanaqa bayroq? Bo'pti, Rossiyanikini yasab ko'ramiz. Hop, Rossiyanikini yasaymiz endi. Bizga ham xuddi shunaqa kerak. Biz yana mana shuni qilamiz. Mana. Bizga oq rang, o'zi oq-ku, to'g'rimi? Demak, bunday qilishimiz hojati yo'q ekan. Unday bo'lsa, mana buni. Mana shuni ezamiz. Bo'lsa, qizil rangni qo'yamiz. Endi bular buni almashtiramizda ko'k qo'yamiz. Endi hozir topib o'zim ham. Mana topdim. Mana buni. Mana shuni. Ustiga va mana. Mana bu endi Rossiyaniki bo'ldi. Akasiga qaysi yoqadi? Albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Kommentariyaga yozishni unutmanglar. Va yana endi Amerikan O'zbekistonda bayrog'ini yasaganda mana shuni ezamiz va qizil rangni qo'yamiz. Ana. Yana joyini almashtirib, ko'k qilamizda. Endi mana bunisini ezamiz. Va mana Amerikaniki ham tayyor. Endi esa Germaniyanikini qilamiz.
birinchi qizil, sariq, qora edi. Qizil, sariq, qora. Qizil qilib turib, mana buni ezamiz. Hoppa. Almashtiramiz, sariqqa almashtiramiz rangni. Endi mana bu mana shuni ezdik. Endi buni almashtirib, buni qoraga almashtiramiz. Va mana bunisini ezamiz. Adamasan shunday bo'lardi. Yo'q. Ana bunday emas ekan do'stlar, men adashdim mayli. Anglanikini yasab turaylik. Anglanikini yasab uchun bizga oq emas ko'k kerak. Ko'k bayroq kerak bizga. Bayroq topib turaversin. Bayroq qo'yamiz va bu yerda mana turibdi. Mana shuni ustiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng bunga qizil rang qo'yamiz. Mana. Endi qizil turaveradi. Endi bizga hozir mana bu kerak bo'ladi. Mana shu. Shuni ustiga qo'yamiz va tayyor. Angliyaniki ham. Yana qaysi bayroqlarni yasay? Yana qaysi bayroqlarni yasasam bo'ladi? O'ylab ko'raychi. Xo'sh. Mana hozir Germaniyanikini yasaymiz. Eski, ya'ni Ikkinchi jahon urushidagi Germaniya bayrog'ini. Xo'sh, uning uchun bizga qizil bayroq kerak bo'ladi. Hukumat o'ramiz, o'rniga qizil olamiz. Oldik. Qo'yamiz bayroqni va bizga xo'sh kerak bo'ladi. Mana shu dumaloq kerak bo'ladi. Dumaloqni qaysisi? Mana bu dumaloq kerak bo'ladi. Turib oqni qo'yamiz. Yo'q, bunaqa emas ekan. Bunaqa. Birinchi bo'lib qora. Birinchi mana shuni qilish kerak mana bunaqa. Hozir bizga mana shuni plyuslisi kerak bo'ladi. Bunaqasini qo'yamiz. Qo'yamiz. Stop. Hozir. Mana bo'ldi nihoyat yasadim oxiri yasadim lekin mana. Mana boshqacha qilib yasalmadim lekin. Xullas, mana shunday qilib yasadim. Xo'sh, yana xo'sh, endi Yaponiyaning bayrog'ini yasaymiz. Rozimisizlar? Yaponiya qizil qo'yib turib, zehrli mana shu dumaloq kerak bo'ladi. Mana sizga Yaponiya. Mana sizga Yaponiya. To'g'ri qo'ysangchi. Mana sizga Yaponiya. Endi ikkinchi jahon urushi Yaponiyani yasab ko'ramiz. Xo'sh, uning uchun bizga mana shu Yaponiyani yasagan bayroq kerak bo'ladi va mana shu Angliya bayrog'i ishlatgan narsamiz kerak bo'ladi. Olib qizil qo'yamiz. Endi buni almashtirib, endi pilus kerak bo'ladi bizga. Pilus. Ana. Mana umid qilamanki
o'xshadi. O'z fikringizni izohlarda yozib qo'ying. Qanday o'xshadi? Zo'rmi? Epicmi? Momentmi? Moment demoqchi edim. Uzr. Xo'sh, yana qanday bayroqlarni yasab ko'ray? Aytinglar, tezroq kommentariyga yozinglar, bo'linglar. Xo'sh. Hozir men ham bir o'ylab ko'raychi. Hozir Fransiyanikini yasab ko'ramiz. Shu topib o'ylab shuni. Topdim hozir o'ylab Fransiyanikini. Yasaymiz Fransiya. Uni uchun bizga kerak bo'ladi. Mana shu. Ana endi buni qizilmidi? Yo'q, qizil emasdi. Mana. Keyin esa yo'lin turganimi? Mana bu. Qizil qilib qo'yamiz. Deb Fransiya bo'lish kerak. Yo'q, men joylarni almashtirib qo'yibman. Birinchi ko'k, keyin qizil bo'lardi. Siyxos to'g'rilayman. Xo'sh. Ana endi aniq o'xshadi. Baho beringlar. Menimcha bugunga shunchasi yetib qoladi, obunachilar. Qani, yana shunaqa bayroqlar haqida videolar bo'lishini xohlasangiz, kommentariyga qaysi bayroqni yasashimni yozib qoldiring va obuna, laykni bosing. Agar layklar soni 15 ta bo'lsa, sizlar aytgan kommentariyadagi barcha bayroqlarni yasayman.